Tezkor xabar. Plastik kartadan katta pul o'tkazmalari bo'yicha Markaziy bank munosabat bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. So'nggi kunlarda plastik kartadan katta miqdorda pul o'tkazganlar haqidagi ma'lumotlar soliq organlariga avtomatik yuborilishi mumkinligi keng muhokama qilinmoqda. Markaziy bank bu masalaga o'z rasmiy munosabatini bildirdi. Nima deyildi? Hozir shu haqida bilib olasiz. Eng muhim tafsilotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi dolzarb yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatib borishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, Markaziy bank jismoniy shaxslar o'rtasidagi amalga oshiriladigan yirik P2P pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga avtomatik taqdim etish taklifiga qarshi chiqqanini ma'lum qildi. Markaziy bank raisi o'rinbosari Abrorxo'ja Turdaliyevning ta'kidlashicha, bunday tartib konstitutsiyada kafolatlangan bank siri va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga zid kelishi mumkin. Shuningdek, Markaziy bank fikricha, ushbu tashabbus amalga oshirilsa, aholi naqd puldan ko'proq foydalanishi, mablag'lar bank tizimidan tashqariga chiqib ketishi hamda yashirin iqtisodiyot hajmi oshishi xavfi mavjud. Eslatib o'tamiz, avvalroq soliq qo'mitasi oylik hajmi 500 barobar bazaviy hisoblash miqdoridan ortiq bo'lgan P2P o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni banklardan olishni nazarda tutuvchi qaror loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan edi. Keyinchalik soliq qo'mitasi mazkur loyiha bank sirini bekor qilmasligi va soliq organlariga fuqarolarning bank hisob varaqalaridan erkin foydalanish huquqini bermasligini ham ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, hozircha bu faqat muhokama qilinayotgan loyiha bo'lib, mazkur taklif bo'yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Bugungi xabarimiz shu yerda yakunlandi. Videoni ulashishni, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, keyingi tezkor xabarlarda ko'rishguncha.